Ana 300, 400, 500, 295 dollarlik turlar chiqadi-yu. Shu bilan olib dam olib kelaman deysizlar Dubayga borib. Unaqa emas. Kelgandan keyin yeb ichar xarajat, narx-navo 5 ekan. Sizlarga nima kerak? Uning uchun rostakasım o'sha pulga dam olib kelish xohlasanglar, qo'rqodan cho'nka olsanglar, yeb ichar ekan. Dubayda ham xo'rlatamiz. Buttu bash boshqachaga tortdi. Hidi chiqib ketdi aka. Buttu bash boshqacha. Beribdir. Nimadir maqtanaverasan? Okay. O'zdan go'sht ham boshqacha bor. Bilmadim. Ammo mazasi chiqib ketdi-ku. Tezroq bo'la qolsangiz aka men ham keyin yirdim. Lan qaranglar, ichida yog'i yo'q, yog'i. Abbos aka, Yilib ham. to'xta. Bu yoqda ovqat olib kelish mumkin emas ekan. Biz reklama qilamiz, ovqat yemaymiz deyapmiz-da. Shunaqa aldab yeyapmiz-da. Faqat qo'rqodan tushunki. 10 ta olasizlar, bitta odamga bir haftaga maza qilasizlar. Xarajat arzonroq demoqchiman-da.